Ukrainaning Chechenistonga hujum qilgani aytilmoqda. Kecha 1-dekabr kuni Chechenistonning Gudermes shahridagi Ahmad polki joylashgan hudud hujumga uchragan. Sirdaryodagi ovqatlanish shoxobchasida yong'in chiqdi. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan fuqarolar shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yetkazilgan. Vafot etganlar yo'q. Ukraina harbiylari Kiyevda juma namoziga ketayotgan musulmonlarga qarshi reyd o'tkazdi. Ukraina xavfsizlik xizmati musulmonlarning hujjatlarini tekshirgan va ularning namoz o'qishiga ruxsat bermagan. Navoiy chegara bojxona postida 380 bosh savani noqonuniy olib kirishga uringan shaxslar aniqlandi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, qushlar tez orada tabiat qo'yniga qo'yib yuboriladi. Jizzaxda haydovchilik guvohnomasi olib berishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Ushbu shaxs guvohnomani $1.7 ming evaziga hech qanday imtihonlarsiz to'g'irlab berishni va'da qilgan. Farg'onada belgilanmagan joyga chiqindi tashlagan shaxslar jazolandi. Huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, har biriga 412 ming so'mdan jami 824 ming so'm miqdorida jarima qo'llangan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.